Toshkentda oddiy odam kirishga xijolat bo'ladigan xonadonni ko'rsatib beraman. Sizlar bitta like bosib qo'ysizlar, boylar qanaqa yashaydi, bitta ko'rib chiqamiz. Kelinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Bunaqa uylar juda ham kam uchraydi. Negaki, bu xonadonimizda eksklyuziv xonadon 300 kvadratni tashkil qiladi. Lokatsiyasi prema metroni oldi, bunyodkor stadion, bu yog'imizda park bor. Lokatsiya idealniy uyni ko'rsatib chiqaman, faqat like bosib qo'yinglar. Maksimalni harakat qilaman chiroyli uy obzor qilib berishga. Uyimizda kirishimizda bilan bitta kattagina atmosferniy oshxonamizda joylashgan, bu yerda skritchi, xolodilnik, mana bular hammasi yog'ochdan qilingan oshxonamizda bo'ladi. Mana bular hammasi tosh ayzlar. Bu yerda ham barning stolimiz bor. Mana bu kafellarimizga ahamiyat bersangiz, mana bular hammasi nerjavika, tozasi, kafellar, ispanskiy kafellar qilingan azizlar. Uyimizda narxini, uyimizda juda ham qiziqarli joylari bor, ularni ko'rsatib beraman. Bu to'rttali o'tiradigan zona, mana bular hammasi tosh. Har bitta xonamizda o'zining balkonlari bor, konditsionerlarimiz juda ham sifatli LG qo'yilgan, bilasiz. Bu ham ochiladi. Ochib, oshxona bilan zal bitta katta qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Kelinglar, men bu yoqni ko'rsatib beraman. Birinchi etajimizda zal, ikkita spalniy sanuzildan iborat. Bu esa birinchi detskiy xonamiz bo'ladi. Uyimizda Alicia ulangan. Telefonda turib ham, boshqa joyda turib ham bemalol uyimizni boshqarsangiz bo'ladi. Uyimiz upakovka holatda, uyimizda hech kim yashamaganingizlar. Kelinglar. Bu atechentolarimiz hammasi Navakolordagi juda ham qimmat italyanskiy atechentolar ishlatilgan. Bu esa общий sanuzilimiz bo'ladi. Bu yerda ishlatilgan narsa hammasi tosh qilingan, bu yerda bidagacha qo'yib qo'yishgan. Ko'rasizlarmi, juda ham idealniy. Mana bu eshiklarimiz ham juda ham og'ir, yog'ochdan yasalgan maxsus eshiklar bo'ladi azizlar. Buni bitta odam ko'tarib bo'lmaydi. Kelinglar, bunisini ko'rsatamiz. Bu esa yana bitta katta spalnimiz bo'ladi. Bu yerda ham ikkita oynasi, kichkinagina balkonchasiga ega. Spalnya ko'rasizlar, juda ham yumshoq, katta, ranglarni juda ham zo'r tanlab qo'yishgan. Bu yerda televizor, har bitta xonani o'zining kattagina konditsionerlari bor, LG qo'yilgan. Juda ham sifatli. Endi kelinglar. Zalni ko'rsataman, bitta o'zida ham maza qilib olasizlar. Mana bu eshikni ochilib yopilishiga ahamiyat berib o'ting. Qanaqangi idealniy qilingan. Bunaqa uy menimcha Toshkentda ko'rmagan bo'lsangiz kerak. Video ko'rgan bo'lishingiz mumkin, lekin bu uyni kelib ko'rmagansiz aniq. Bu zalimiz bo'ladi. Mebellarimizni hammasi turetskiy mebellarning eng sifatlisi qo'yilgan, ko'ryapsizlarmi? Dizayn har biri bir-biriga mos qilib qo'yishgan. Bular hammasi почти karbon elementlari ham ishlatilgan ekan, qarang. Bu yerda 12 tali stol stullarimiz, bu yerda balkonimiz bor. Lekin balkonlarni ko'rsatmayman, men terrasani ko'rsataman, o'zlaring bitta light qizartirib qo'yishingiz bo'ladi. Bu yerda kaminimiz bor. Bu yerda issiq chiqarib beradi. Bularni masalan mana ochib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz mana hop, buni ochib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz yopib qo'ysangiz ham bo'ladi azizlar. 300 kvadratni tashkil qiladi. Birinchi etajimizga kirdik. Oshxona, ikkita spalniy sanuzildan iborat. Mana bular hammasi 12 azizlar. Bu uyimizga tillo ishlatilmagan, lekin klassikda eng sifatlisi, hamma narsani juda ham sifatli narsalar ishlatilgan azizlar. Mana bular hammasi perilalarimiz Xurshid aka degan odam qilib berishgan bularni, juda ham sifatli, eksklyuziv. Bu narsa ishlatilgan narsalar boshqa joyda umuman ishlatilmagan. Bular hammasi tosh azizlar, temir emas. Endi kelinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Ikkinchi etajga chiqib oldik. Ikkinchi etajimizda bu joyimizda spalnimiz bor. Kattagina va o'zining sanuziliga ega. Ko'rishingiz mumkin. Sanuzilimiz ham просто bombada kelib, ana remontga tushunadigan odam, remont qadrlaydigan odamlar kelib ko'rsa bu uyimizni o'zlari tushunib oladi qanaqa uyligini. Mana bu joyda katta oynamiz bor. Buni hozir u yoqdan ko'rsataman, faqat ko'rib turinglar, zo'r joyi bor uyimizning. Qarang, ikkinchi etajimizda ko'rasizlar, kattagina hol bu yerda. Perilar ko'rasizlar. Bu yoqda esa kelinglar. Bu ikkinchi etajda общий sanuzil bo'ladi azizlar. Kafellariga ahamiyat bering, qanaqangi zo'r kafellar ishlatilgan. Bu joyimizda umuman oddiy, sifatsiz narsa ishlatilmagan, hammasi zo'r, juda ham sifatlisi. Bu esa garderob xonamiz bo'ladi. Keling, ko'ramiz. Bu joyga обои qilingan, italyanskiy. Mana bu joyda esa ayollarimizni, bilasiz, bunaqa katta uylarda hojigalar ayollarda juda ham tillo, brilliant narsalar ko'p bo'ladi. Bu joyga soat tillolar bemalol qo'yib olsalar bo'ladi. Yopilishlari hammasi bulum ishlatilgan, juda ham sifatli. Bu yerda polni ko'ryapsizlar. Mana bu joyda bitta sekretli joyimiz bor. Uni kim kelsa o'sha insonga ko'rsatamiz azizlar. U joy sizni hayron qoldiradi, aniq. Endi kelinglar. Bu joylarni ko'rsatib chiqaman.
Bu uyimizni yuraklari mana bu joyda joylashgan. Kelinglar ko'rsataman. Kvartirada bunaqa narsa bo'lishi kamdan kam. Ko'ryapsizlarmi qanaqa sifatli даже uchastkalarga ham bunaqangi elektrik montajlar qilmaydi. Bu yerda kameralar, nabliudni, Alicia hammasini ulab qo'yishgan. Endi bu yog'ini ko'ringlar. Kelinglar. Bu uyimizga umuman pul ayalmagansizlar. Ko'ryapsizlarmi? Kvartira kimning kvartirasida shunaqangi qilingan? Hech qayerda qilmaydi. Juda ham dishokka qilib qo'yadi. Bu yerda hamma narsa juda ham sifatlisi, ishlatilgan sizga juda ham ko'p xizmat qilib beradi. Mana bu joyda ham o'tirib, bemalol mana shu joyda suhbat qurib o'tirsangiz bo'ladi. Uyimizni eng yoqtirgan narsasi, hamma sevadigan joyini ko'rsataman. Faqat kirishimiz bilan bitta like qip-qizil bosib qo'ying. Xo'p, kelishdik, kelinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Terrasamizga endi o'zingiz bitta baho berib qo'ysangiz bo'ladi. Bu terrasa menimcha Toshkentda yagona deb o'ylayman. Toshkent City'dami, qisqasi hamma novostorikani izlab topa olmaysiz bunaqangi terrasali joyni. Mana shu terrasamizni o'ziga $100,000 rasxod qilib yuborishgan. Ko'rasan, bu yerda katta televizor, Alicia ulangan, proyekti bor, bu yerda maza qilib, bu yoq jahon chempionati yaqinda maza qilib bu yerda ochib qo'yib, oilaviy, qarindoshlar bilan yoki oilalar, yaxshi bir oilalaringiz bo'lsa, olib kelib hatto oshlar qilib ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Bu joyimizda почти 100 kvadrat metr tashkil qiladingizlar. Bu yerda konditsioner bor, tupli pollar qilingan, terrasamizda mana shu oynalarimizni ves hammasi почти ochiladi, tepamiz ham ochiladi va to'g'rimizda G'ofur G'ulom parki joylashganingizlar. Yo'limiz G obrazga, polning P obrazga deyiladi. Ochuv, oynani ochasiz, pol kechqurun shaharimiz Las Vegas bo'lib ko'rinib turadi. O'ng tomoningizda prямо uydan tushishingiz bilan metro, Bunyodkor stadion, park, bu yoqda Hamza metro, 2 ostanovka Toshkent City joylashgan. Bu uyimizni 300 kvadrat tashkil qiladi, tayyor podключи remont. 3 ta parkovkamiz ham shu uyimizni ichiga kiradi. Narxi keladigan bo'lsak, narxini 750 so'rovimiz o'tib beradigan joylarimiz bor. Sizda agar narx bo'lsa, zo'r narxda o'tib beramiz. Bu uyimizni oldin ko'rgan bo'lishingiz mumkin, lekin bu uyimizga yanada ancha pul tiqib yuborishdasizlar. Aloqaga chiqaverasizlar, shunaqangi luxury xonadon kimga niyat qilgan bo'lsangiz, o'sha insonga maksimal yuborib qo'ying. Mana bu narsalar bor, hammasi bitta-bitta qilib mana bunaqa yig'iladi, polni ochiladi. Keling, mana bu joyni ham tushuntirib o'tib ketay. Mana bular azizlar, hammasi bular tosh kafelar emas. Spalnimizning oynasi bor, mana polni yig'ilib ochiladi-da. Polni ochib qo'ysangiz, yomg'irda mana bu ochib qo'yib, maza qilib spalnida, bahorda o'zi yomg'ir yog'adi, maza qilib dam olasizlar. Uyimiz yoqqan bo'lsa, mana sizga tayyor suvlar olib kelib qo'yamiz, kelib bir bela choyimizni ichib ketsangiz ham biz xursand bo'lamiz. Hammalarni yaxshi ko'raman. Like bosgan qo'llaring dard ko'rmasin. Like bosgan insonlarning hammasiga mana shunday chiroyli xonadonlar nasib qilsin, sizga ham, menga shunday yashash nasib qilsin. Hammalarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar. Like bosgan qo'llaring dard ko'rmasin. Bizga Telegram kanaliga obuna bo'linglar. Sizlar shu xonadonda yasharmadilar yoki yo'qmi? Shuni kommentariyni qoldirib ketinglar. Keyingi videolarimiz bundan da zo'rlari bo'ladi. Ko'rishganda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr.